Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan Ubay brendiga tegishli Ubay 1200 qo'y qaychisi haqida gaplashamiz. Bu apparatni ishlatganda nimalarga e'tibor berish kerak, komplektida nimalar chiqadi va nimalarga e'tibor bersak apparatimiz uzoq xizmat qilib beradi. Shular haqida gaplashib o'tamiz. Kelinglar, sizlar bilan apparatimizni birma-bir ochib, sizlarga ko'rsatib, tanishtirib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, apparatimizni ochdik, komplektlarini sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu komplektimiz ichida eng asosiysi va qiziq joyi o'zining ichida zapas pichog'i chiqyapti. Bu pichog'i yirik tishli pichoq bo'ladi. Apparatimizning o'zidagi pichoq bo'lsa, mayda tishli hisoblanadi. Bizda zapas pichog'i ham bor. Bilib qo'yinglar, uncha-muncha apparatlarning ichida bunaqa zapas pichog'i chiqmaydi. Keyin ko'rib turganingizdek, mana shu pichoqni almashtirayotganda yoki moylayotganda kerak bo'ladigan o'zining maxsus ключi bor ekan. Keyin ichida komplektida o'zining заводской shotkasi bor. Bu ko'miridan ko'p instrumentlarda chiqmaydi, keyin topish ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun buning ichida o'zining заводской shotkasi ham bor ekan. Keyin moy soladigan idishi, keyin va moy soladigan idishning ichida moyi ham bor. Ko'p apparatlarda ichida moyi bo'lmaydi, faqat idishi bo'ladi. Bu apparatimiz afzal tomoni ko'proq ekan, ko'rishingiz mumkin. Keyin bu apparatimiz ichida o'sha qo'yi junini olayotgan paytingizda pichoqning orasiga junlar tiqilib qolganda yoki musor kirib qolgan paytda tozalash uchun o'zining maxsus shotkasi ham bor ekan. Va albatta ishlatayotgan paytingizda qo'lga ziyon bermasligi uchun o'zining maxsus qo'lqoplari ham bor. Endi sizlar bilan apparatimiz haqida gaplashamiz. Bu apparatimiz xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, 500 watt 3000 оборот hisoblanadi. Bu apparatimizni ishlatish juda qulay, ham sifati ham o'zi ham yaxshi chiqqan, garantiyalar ham beriladi. Keyin buni ishlatayotgan paytda o'ziga yarasha maxsus ishlari bor. O'shalarga ahamiyat berib ishlatilsa, apparatimiz ko'proq xizmat qilib beradi. Ko'rib turganingizdek, apparatimizni qulay qilib ishlab chiqarilgan. Bu apparatimizda o'zining maxsus включатели bor, o'chirib yoqadigan. Bu ham ishlayotganda xalaqit bermaydigan qilib ishlab chiqarilgan. Включатели ichkarida qilingan, чтобы qo'y junni olayotganda qo'lga botmasligi uchun. Keyin o'zining maxsus balandpast qiladigan skorisi bor. Kerakli joyiga kelganda balandroq, kerakli joyiga kelganda pastroq qilib ishlatsa bo'ladi. Keyin bunda ko'rib turganlarda o'zining maxsus buraydigan ruchkasi bor. Bu ruchkasi nima vazifani bajaradi desanglar, bir xilgi joylarda qo'y junlari qotib qolgan, qattiq bo'lgan joylarida pichog'ini buni ruchagini burasanglar, pichoq bir-biriga qattiqroq jipslashadi. Ishlayotgan paytda junni, qo'y junini yulayotganda, kesayotganda yulvormaydigan qilib kesadi. Pichog'i bemalol oladi. Bir xil joylarda qo'y juni toza bo'ladi, yumshoq bo'ladi. Shu joyda sal bo'shatibroq olsanglar, bemalol ishlatishingizga yaxshi bo'ladi. Keyin buni yaxshi tomoni mayda tishlikni olishni tavsiya qilamiz. Agar qo'y junlari toza bo'lsa, mayda junlikni olgan, mayda pichoqni olganingizda qo'y junni olayotgan paytda qo'y terisini kesib yormasligini ta'minlab beradi. O'zining maxsus komplektida zapas pichog'i chiqyapti. Bu yirik tishli. Buni ham kerakli joyda ishlatsa bo'ladi. Buni ishlatadigan joyi qo'yimizni cho'miltirilmagan bo'ladi yoki kir bo'ladi. Ko'chalarda yurgan paytda junlari qotib ketgan bo'ladi. O'sha paytda mayda tish emas, yirik tishda olsanglar, bemalol qiynalmasdan olinadi. Endi sizlar bilan bu apparatni ishlatgan paytda qanaqa to'g'ri foydalanishlar haqida gaplashamiz. Birinchidan, apparatdan foydalanayotgan paytimizda buni ishlatayotgan davomimizda ikkita pichoq bir-biriga ishqalanganini hisobiga pichoq bir-biriga ishqalanib qiziydi. Qiziganda yaxshi olmaydi qo'y junini. O'sha paytda o'zini moyidan mana shu ikkita pichoqning orasiga ora-orada tomizib turiladi. Qo'y junini olayotgan paytingizda pichoq bir-biriga ishqalanib qizib ketmasligini ta'minlash uchun. Endi ishlatayotgan paytingizda ishlatyapsizlar, ishlatdinglar, buni moyini quydinglar, qo'yi o'zini juni ham, o'zini yog'i ham bo'ladi. Shu yog'ini hisobiga bu pichog'ini yog'la qoplanib olishga qiynalib qolasizlar. O'sha paytda buni tozalab olish uchun orada bitta idishga iloji bo'lsa parashoklikmi, gellimi suv qo'yib olsanglar, unga mana shu pichoq qismini o'zini botirib, olib, tozalab, cho'tkasi bilan tozalab, yana ozgina moy tomizib ishlatishinglarni tavsiya qilamiz. Shunda ishinglar ham tez bo'ladi, ham oson bitadi, ham qo'y junini ham qiynamasdan olishinglarni ta'minlab beradi.
Keyin ishlatayotgan paytingizda o'zini ko'rishingiz mumkin, maxsus baland past qiladigan skorisi bor. Bu baland past qiladigan skorisini iloji boricha eng oxirgi skorisda foydalanishlarini tavsiya qilamiz. Shunda motor qiynalmaydi. Endi shunaqa joyi kerak bo'ladiki, junlayotgan paytda qo'y terisini kesib yubormasligini ta'minlash uchun оборотini sal pastroq qilib ishlatilinadi va iloji boricha qisqa muddatda ishlatib, keyin yana o'zini baland skorisiga qo'yib turib, ishlatib foydalanishlarini tavsiya qilamiz. Shunda instrumentimizda uzoq xizmat qilib beradi. Keyin bizning instrumentlarimiz, ayniqsa bu Ubay Tools qo'y qaychilarimizni olganda hech qanaqa xavotirsiz olishingiz mumkin. Sababi bu instrumentlarni olganda ko'pchilik apparatlarni, ayniqsa qo'y qaychilarni olganda zapchastdan muammo bo'ladi, lekin bizda Ubay Tools kompaniyasida unaqa zapchastdan muammo yo'q. Misol uchun o'zini pichoqlari yoki pichoqni ushlab turadigan bu nima bunaqa oyoqchalari deyiladi. Asosan mana shu oyoqchalar kerak bo'ladi. Talab mana shunga ko'proq. Oyoqchalarimi, yakirlarimi, hamma zapchastlarni topsanglar bo'ladi. Va albatta bizdan xarid qilgan paytingizda kafolat muddati davomida bepulga zapchastlarini topishingiz mumkin. Sizlarga qilib beramiz. O'zimizning rasmiy do'konlarimizdan sotib olganda kafolat muddatining ichida hech qanaqa qiyinchiliklarsiz foydalanishingiz mumkin. Va albatta bizga shunaqa instrument kerak bo'ladigan bo'lsa, kimda kim foydalanadigan bo'lsa, qayerdan olish deydigan bo'lsanglar, Ubay Tools mobil ilovasidan xarid qilishingiz mumkin. Va albatta bizani doim kuzatib boring, videolarimizga like bosinglar, bizani qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz.